Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem kardeşler, anlavatkanlar Muhammed İbn Süleyman Mağribi'nin Cem'ul Fevaid min Camil Usul ve Mecmuat Zevaid namlı kitabının 5. tomu. Biz ceza icra kılış bölümünü okuvatkan kege yerine davamlaştırımız. Ehli kitapla icra kılınan ceza, betçivazlıkның, hayvanlarga çepilişinin ve töhmet kılışının cezası. İmam Bukhari'nin rivayetinde Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'da rivayet kılındı ki Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanına gelip özlerden bir er bilen bir ayalının zina kılganlığını aytkan idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ulardan sizler Tevrat'ta rejim hakkında qanday hükümlerini uçurtsizler dep soradı. Ular biz zina kılganlarını kişiler aldıda paş kılıp resva kılımız ve derri urimiz dedi. Yana bir rivayet gelişçe Yahudiler yüzlürge qarşı söküp resva kılımız diyen idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer rasul bolsanlar Tevrat'ını ekilip koyup okup bakınlar dedi. Müslim'deki yana bir rivayette mundaq deyilgen. Yahudiler ikkisinin yüzüge qarşı sürkep eşekке birini ta'tur, birini on qılıp mindirip koçu sazayı kılımız diyen idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer rasul bolsanlar Tevrat'ını ekilip okup bakınlar dedi. Ular Tevrat'ını okup zina kılganlarını rejim kılış yakıtki ayet gelgende onu okugan bala kolunu rejim ayetinin üstüne koyuverip onun aldı ve keyindikini okudu. Naq meydanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birigi turvatkan Abdullah ibn Salam bunu görüp o balığa ayetken kolunu götürsün dedi. O bala kolunu götürgen idi. Kolunun asıdan rejim kılış ayeti çıktı. Bunu görgen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zina kılgan Yahudi er ayalını rejim kılış buyurdu. Şunun bilen o ikisi rejim kılındı. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma mundaqdaydı. Ularni rejim kılış qatnaşqanlar qatarida men bar edim. Erning ayalga taşını tekkizmaslik uchun özüne taşqı tutup berip ayalını qo'g'dayotganligini ko'rgan edim. Abu Davud'un rivayetinde İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan mundaq rivayet kılındı. Yahudilerden bir qancha kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ne Quf vadisiga berip kelishga taklif qilib keldi. Peygamber aleyhisselam ularning darsxonasiga bordi. Ular: "Ey Abul Qasim, bizning ishimizdan birisi bir ayol bilan zina qilibdi. Bularning orasida hukm qilib qo'ygan" dedi. Ular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga bir yostiq qo'yib bergan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu yostiqning ustida o'tirib, "Tevratni olib kelinglar" dedi. Tevrat keltirilgandan keyin ostidan yostiqni tatib elib, Tevratni shu yostiqning ustida qo'yib, "Men sana va sen nozil qilgan Allohga iymon etdim" dedi. Ondan ularga "Eng cho'ng olimlaringlarni olib kelinglar" dedi. Davomi yuqorqi hadis bilan o'xshash. Abu Davud'un rivayetinde Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Yahudiler özlerinin içinden zina kılgan bir er bilen bir ayalını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldığı elip gelip Peygamber aleyhisselam "İşinlardaki en çoğun alimini elip gelinglar" dedi. Ular Suriya degan kişinin ikki oğlunu elip geldi. Peygamber aleyhisselam o ikkisidan Allah'ın namını tilga elip durup, Tevrat'ta bu ikkisi hakkında qanday hukm bar deb so'radi. Ular eğer 4 guvohchi Eğer töt guvohchi erning zakarni ayolning jinsiy a'zosi ichiga xuddi surmadanning ichidagi palkishni ko'rgandek ko'rdik deb guvohlik bersa, Tevratning hukmiga asosan bu ikkisi rejim qilinadi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam undaqda bu ikkisini nima rejim qilmadinglar deb so'ragan edi. Ular bizning sonimiz azlab, kuch-qudratimiz ojizlashib ketdi. Shunga odamlarimizni o'ldirishni xohlamadik deb javob berishdi. Peygamber aleyhisselam guvohchilarni chaqirgan edi. 4 guvohchi kelib bu erning zakarni o ayolning jinsiy a'zosi ichiga xuddi surmadanning ichidagi palkishni ko'rgandek ko'rganlikka guvohlik berdi. Shuning bilan Peygamber sallallohu alayhi va sallam o ikkisini rejim qilishga buyurdi. Tirmizi'nin rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhuma'da rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Lut aleyhisselamның qavmining qilqini qilganlarni, ya'ni betchivazlik qilganlarni ko'rsanglar, qilg'uchi va qilinguchi har ikkilisini o'ltiringlar. Razining rivayetinde Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'da rivayet kılındı ki Ali radıyallahu anhu betchivazlik qilg'uchi va qilinguchi har ikkilisini o'tga ko'ydirib o'ltirgan. Abu Bakr radıyallahu anhu ularning ustiga tamni o'rib o'ltirgan.
Razimning rivoyatida Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma bilan Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Lut alayhissalomning qavmining qilqini qilganlar, ya'ni bachvazlar mal'undur. Tabaranining Al-Kabirdagi rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men Salim ibn Abdullah bilan Aban ibn Hasanning mundaq degan anlagan edim. Osman ibn Affan radhiyallohu anhuning oldiga Quraysh qabilasidan 100 obro'liq bir oilaning bolasi bilan bachvazlik qilgan bir kishi elib kelindi. Osman radhiyallohu anhu "Tufay, guvohchilarni o'ylanganmikan?" dedi. Atrofdagilar bir ayolga o'ylangan, biroq ayoli bilan taxi birga bo'lib boqmagan dedi. Ali radhiyallohu anhu Osman radhiyallohu anhuga ayoli bilan birga bo'lgan bo'lsa rajm qilish vojib bo'ladi. Ayoli bilan birga bo'lib boqmaganlik uchun uningga darrov urildi. Shuni uningga darrov ur dedi. Abu Ayyub radhiyallohu anhu guvohlik beramanki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Abu Hasan, ya'ni Alidak bundaq kishiga darrov urish kerak deganligini anglagan edim dedi. Buni anglagan Osman radhiyallohu anhu uningga darra jazosi berdi. Natijada uningga 100 darra urildi. Tirmizining rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu din rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Men ummatimning qilib qolishidan ansiraydigan eng qo'rqinchli gunoh Lut alayhissalomning qavmining qilqidir. Tirmizining rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Agar yoki ayol kishining orqasiga yaqinchilik qilgan kishiga Alloh taolo qaramaydi. Abu Davudning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Hayvonning yoniga kelgan kishini shu hayvon bilan qo'shib o'ltiringlar. Ravi mundaq deydi: Men Ibn Abbas radhiyallohu anhudan hayvonning nima gunohi bor deb so'ragan edim. U mencha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u hayvonga yaqinchilik qilgandan keyin uning go'shining yeyilishini yoqtirmaganlikdan shundaq degan bo'lsa kerak dedi. Abu Davudning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma hayvonga chapilgan kishiga muayyan bir jazo yo'q degan. Tirmizining rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi: Menga chaplangan tuhmatlardan pokligim to'g'risida oyat nozil qilingandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam munbarga chiqib jamoatga bu vaqtda oyat nozil bo'lganligini aytdi va oyatni o'qidi. Munbardan tushib ikki bilan bir ayolni tuhmat qilganliklari uchun oyatning hukmi bo'yicha jazolashga buyurdi. Shuning bilan ular 80 daradan urildi. Abu Davud'dagi yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: Aisha radhiyallohu anhaga qora chapladi degan jinoyat bilan ayblanib, darra urilgan ikki kishining biri Hasan ibn Sabit, yana biri Mistah ibn Usama radhiyallohu anhu bo'lib, Tufaylning aytishicha darra urilgan ayolning ismi Amina binti Jahshdir. Malikning rivoyati qilishicha Abu Zinat mundaq deydi: Umar ibn Abdul Aziz ipatlik odam qora chaplagan degan jinoyat bilan ayblangan bir qulni 80 darra urdi. Keyin men Abdullah ibn Amir ibn Rabiydan bu masala to'g'ri so'ragan edim. U men Umar ibn Xattob, Osman ibn Affan qatorli xalifalarni ko'rgan edim. Ammo ular bundaq qora chaplash jinoyat bilan ayblangan hech bir qulni 40 darradan ortiq urgan emas dedi. Malikning rivoyatida Amr binti Abdurrahman mundaq deydi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning davrida ikki kishi tilishib qilib, biri yana biriga Allohning nomi bilan qasamki, mening dadammi, onammi zinoxo'r emas dedi. Umar radhiyallohu anhu atrofdagilar bilan bu so'zning ma'nosi haqida kengashdi. Ulardan biri: Bu odam o'zining ota-onasini maqtabdi dedi. Boshqalar: O'zining ota-onasini maqtamoqchi bo'lgan bo'lsa, maqtash uchun buningdan boshqa so'z ko'p-ku. Buning maqsadi bu so'zni dartimlab aytish orqali qarshi tarafning ota-onasini zinoxo'r deb tillamoqchi. Shuni bu odamga qora chaplash jazosi berish kerak deydi. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu u odamni 80 darra urdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.